hozir 400 ming so'm bilan buni yurgizib olmaysizlar bu mashinani. O'zi Aptolant frizi uje o'tib ham ketadi. Xizmatlaringizdan tashqari. Endi galovka qilgan odam yordam qilsa yaxshi bo'ladi-da, qisqasi. Siz endi ular bilan ishlab kelgan odam, sizni ko'rish kerak-ku, mashinaning egasi emas. To'xta, bu usta biz bilan ishlab yurgan bola, sal pardesha qilib qo'yaylik deb yorish kerak-da, yaxshi bo'ladi. Bizda ham aytayapman-ku, ko'p bo'ladi xato, kamchilik. Yordam qilamiz-da. Mashinaning egasini tanimaymiz biz ham, ustani tanib, ustaga yordam qilamiz-da. Shu Spark galovkasi, ono. Galovkachiga olib borgan, zo'r degan olib borib bosgan, avto'rgantirish o'tish to'xtamagan, olib kelib tekshirsa yoradi. Endi rasxoti motoristning bo'yniga tushadigan bo'lib turibdi. Shu problema bo'lyapti qisqasi.